Men yomon maraz bobo bo'laman qarasam bor-ku. Ertalab soat 5 dan turib olib, hammani uyg'otaman-da. Hamma uyqusirab ishga ketgandan keyin yotib uxlayman. Men maraz bobo bo'laman. Hamma qarindoshlar yig'ilganda yangisidan borib, har safar bitta latifani aytib beraman. Tag'in kulmasa xafa bo'laman keyin. Kechki payt ayni ovqatlanadigan payt o'zim uxlaganga sog'olamanda ovqatlarni bo'lish bilan chiqib kelaman. Chaqirmaysizlar ham bir og'iz. Maraz bobo bo'laman men. Uyimda 3 ta nevaram borligini bilib turib 2 ta chupa-chup solib kelaman. Kun bo'yi televizorda bir balolarni ko'rib o'tiraman-da, kechqurun nevaralarim futbol ko'rish boshlaganda svet pulishlaydi deb o'chirib qo'yaman. Yomon maraz bobo bo'laman men. Nevaramni uylantiraman-da, har kuni kechqurun chaqirib olib boshini qotiraman, nimaga bola bo'lmayapti deb. Yomon maraz bobo bo'laman men. 50 ga kirmay soqol qo'yib olaman-da, 65 ga kirganlarni duo qilib yuraman, bolam meni yoshimga yetib yurdi. Ayni yotib qolganimda, oxirida o'shangacha hammaga aytib yuraman, bir xum tillam bor debdi. Ayni yotib qolganimda eng yomon ko'rgan nevaramni oldimga chaqiraman-da, hammani yig'aman. Hamma yaqinlarni yig'aman-da, eng yomon ko'rgan nevaramni oldimga chaqiraman-da, "Bu yoqqa kel" deb. Qulog'iga "Tilla yo'q" deyman-da. Ketayotgan payt hammaga teng bo'lib ber deyman. Menga qarish mumkin emas. Menga umuman qarish. Lekin men qariganda ham his qilmayapman o'zim boshqa tomondan. Chunki qarigan sari organizm har tomonlama susayishi kerak-ku, to'g'rimi? Lekin mana misol uchun 5 yil oldin men supermarketdan 200 mingga bozor qilsam ko'tara olmasdim. Hozir zaprista. Bir qo'limda